Bu mening maktabim. Siz hozir ko'rib turgan bolaning ismi esa Romeo. U B sinfda o'qiydi. Kosmik matematika joyida bildigani banda. Bu bolaning ismi esa Maski. U A sinfda o'qiydi. IP hamma hayotim VIP. Qora shokolad xuddi video klip. Manikilarga deganalade. Vosh kerak emas u dashi salavi. Buning ismi Tulki. U любой vaziyatdan chiqib ketadi. Salam alaykum. Alaykum assalam. Salam alaykum. Wa alaykum salam alaykum. Alaykum assalam. Salam alaykum. Wa alaykum salam alaykum. Alaykum assalam. Sınıf onlar. Jamal Ganja. Нет, я рук не уберу, знаешь, чисто из-за принципа. Я не строю принца из себя, ведь ты и не принцесса, тоже в принципе сама. Цып. Да ты явно заблудилась, ты по пьяни явно себе допустила. Цып. Залезай на мотоцикл, цыпа, пока кто-нибудь не прицепился. Цып. Я рыцарь, бля. Отстань, я не бизнесмен. Отстань, я не джентльмен. Отстань, я не бизнесмен. Отстань, я не джентльмен. Не ангми. Не ангми. В 6 утра я снова не спал. Бәрі енді ғана басталды. Тут кто-нибудь может забрать став, поехать на тастак. В пизду, кеттік бәрін таста. Бросай, өкпеңді ластайд. Каждый день last time, ты все знаешь сам, я не настаиваю. Бәрі естественно, біздің ағайын бәрін давно істеп саған. Бастаған, аяқтаған аккуратно забери, пока она стоит на ногах. Бардак творится в ее голове, но она знает, кому подкатить. You know what I got. Отстань, я не бизнесмен. Ko'rib turganingizdek, A sinf va B sinf hech qachon bir-biri bilan chiqisha olishmaydi. Dem do'st bo'lgan edik, yoshligimiz o'tgan. Kunlar oqara orada bo'lgan, lekin ko'chada hammamiz o'sgan. Dem kim ko'tarilib hurmatini topgan, kimlar esa hayotini buzgan, lekin ko'rsa ko'chada salom bergan. Bum chiki bum chiki papa, do'stimni so'ragan edim. Sizlarga nima aytmayapti? Balki maktabga sport ringini qurib beradi. Zo'r bo'ladi ustoz. Uchiga borjinglar. Bu ketishda men pensiyaga ham yetkazmasalaring kerak. Xo'sh, urush nimadan boshlandi? Urushmi? Ha. Mana men bola bizni qizimizga gap otib qo'yibdi. Sizlar bilan gaplashishim kerak. Tushunmadingmi?
Mendan maktabdan sevilmagan qiz ham qolmagan bo'lsa kerak, ha? Turishingni qara. Turishing. To'g'rilaman bu. Qo'ying. O'quvchi. Mana buni qara. Bu nima bu? Qadim menda yo'q soqol. Soqolingni olib kelgin. Mana bu nakredi bo'lsa kerak. Burunni qara, burunni. Sanchisan. Bu nima bu? Bu palmami bu? Sochingni olib kelgin. Xo'sh, nima yetmayapti endi sizlarga? Nima kamchilik qilyapti? Maktabga nima uchun kelasizlar? Bilasizmi? O'qish uchun kelamiz. Bilingni olib jing. Tushundingmi? Sallanib ket. Maktabga nima uchun kelamiz? Bugun qanaqa kun? Payshanbaligini o'quvchi ham biladi. Bugun konstitutsiya kuni. Ha? Seni ham bo'lishyaptimi? Qani hamma darsga borlaringcha, yo'qolaring darsga. Qachongacha davom etadi bu, ha? Qaysi biri yo? Qaysi qo'li o'sib qoldi? Gaplashamiz ham. Sen bekor qilding uni atmay qo'yib. Nima deysan, ish bilan sani oldingiz borish kerak. Nilu? Ayo, ochilib ketsam bugun. Boshqachasan bugun. Hazillashdim. Ayo.
Bugun maktabimizga, ya'ni sinfimizga yangi qiz kelmoqda. Qarshi oling. Kiramiz, kiring. Mana bolalar, sinfimizga yangi o'quvchi keldi. Familiyasi Umarova, ismingiz? Farangiz. Bu qiz bilan chiqish ketadi degan umiddamiz. Qani, marhamat, joyingizga o'tiring. O'ziye. Sen bana o'zi darsga borib keladigan kuning bormi? Ha? Kechini yemading? Shu ustoz kecha bir yaqin muzolam oladi. Sen bana o'zi qarindoshing qoldimi? Ha, bu ketishda o'qish bitguncha bugun qarindoshing bilan o'tib ketarkansizlar, ha? O'tir joyingga. Da. Mana bugungi yangi o'quvchimiz bilan chiqish ketasizlar degan darslarga rivoj, sog'lik va salomatlik tilayman. Salomat bo'ling.